Tarixning saboqlari. Abdori Erkin Sıdıq. 2024-yil 21-may. Kirish so'z. Amerikada yashab, insonlarning 5000 yillik yozma tarixini birlashtirish, shu orqali uni insoniyatga yaxshi xizmat qildirish yo'lida alayda to'p qo'shgan bir kishi bor. Uning ismi William James Durant. U ham tarixshunos, ham faylasuf bo'lib, Мәдәниятләшишнең hikoyasi degan ismdagi 11 tomliq kitob bilan dunyoda mashhur bo'lgan. Hamda 1977 yili Amerikaning prezidentlik erkinlik medaliga erishgan. William apandi ayoli Ariel Durant bilan birlikda insonlarning 5000 yillik yozma tarixining saboqlarini yakunlab, tarixning saboqlari degan ismda 100 betlik kitob yozib, uni 1968 yil e'lon qilgan bo'lib, bu kitapmı Williamның başqa əsərlərə oxşashla dunyoga ən köp tarqalgan və dunyoda zo'r ta'sir qo'zg'agan. Mən məzkur maqolada tarixning saboqlari degan bu kitobdagi bir qism mazmunlarni tonishtiraman. Mən tonishtirdigan mazmunlar yer shari, biologiya, millat, axloq və din qatorliq ko'plagan sohalarni o'z ichiga oladi. Williamның kitobidagi misollarda tarixiy kishilar va tarixiy joylarning ismlari naiti köp işletilgen bulup, mening ularni Uyg'urchaga to'g'ri tarjim qilish imkoniyatim bo'lmag'achqa, men mazkur maqolada kitobdagi o'zim mo'yim deb qaragan yerlarning asosiy mazmunini bayon qilaman. Hargizmo so'zma-so'z tarjim qilmayman. Agar o'zimning so'zini qo'shmoqchi bo'lsam, uni bir ilova shaklda qo'shaman. Inglizcha biladigan qarindoshlarning asli kitobni bir o'qib chiqishini tavsiya qilaman. Biz hozir tarixning naiti mo'yim halqiliq paytida yashayapmiz. Biz Uyg'urlar tarixda bir millat sifatida gullanib baqqan. O'rta Osiyodagi birdan-bir hukmron millat bo'lib, dunyoni so'rab baqqan. Ammo keyin orqamizga chekindik, ojizlashdik. Bir mezgil Uyg'ur degan millat nomini yo'qotib qo'ydik. Hozir bo'lsa bir millat sifatida yer sharidan yo'qolib ketish girdoviga berib qoldik. Мұшындақ бір пәйтті оқырмәнләні тарихның сабақлардан xabardor qilmoqchi bo'lganimdagi muhim sabab shuki, o'qirmanlarni tarixning saboqlari asosida hozirgi ahvolimizni to'g'ri analiz qilish va to'g'ri tushunish bilimlari bilan ta'minlash. Bu bilimlar garchi millatimizning hozirgi nachar taqdirini butunlay o'zgartirib o'tishga yetarlik bo'lmasimi, lekin qanday qilganda tarix betidan yo'qolib ketmay, bir millat sifatida yer sharida saqlanib qolg'ili bo'ladiganligi, qanday qilganda millatning taqdirini yaxshi tarafga o'zgartgili bo'ladiganligi to'g'risida bir qism yaxshi ideya, plan va strategiya bilan ta'minlashi mumkin. Mana bu mening mazkur maqolani tayyorlashdagi asosli maqsadim. Növətdə Uyghur Project Fondi 2024 yillik İstanbulda 20 leksiya faoliyatini o'tkazish uchun jiddiy tayyorlik qilyapti. Muşu fəaliyyət üçün yezilgan maqallarını toplab, bu yıl 9-cı ayda Davr və biz 2024 degan temada bir kitap çıxırmız. Hem de onu leksiya kelgan qarindoshlarga haqsiz tarqitib berimiz. Mazkur kitapqa 40 parchaga yaqin maqol kirgizilmoqchi. Men tayyorlayotgan ushbu maqolimi shu kitapga kirgiziladi. Hamda bir qism mazmuni shu faoliyatda so'zlanmoqchi. Mazkur leksiya faoliyati xuddi o'tgan yildagiga o'xshash nurg'un yuqori saviyalik bilimlarni o'rganish, o'zaro fikr almashtirish so'rini bo'lib, bu qimmatli 2 kunlik haqsiz faoliyatga dunyoning har qaysi joylaridagi imkoniyati yor bergan qarindoshlarning, bo'libmi Istanbuldagi qarindoshlarning aktiv qatnashishini kuchli tavsiya qilaman. Hamda bu ishda bizni yaqindan qo'llayotgan va qo'llamoqchi bo'layotgan barliq qarindoshlarga oldin ola rahmatimni bildiraman. Birinchi, tarix va yer shari. Tarixga o'tmishdagi ishlar yoki o'tmishdan xotirasi deb aniqlim berishga bo'ladi. İnsanlar tarixi olam bo'shliqdagi bir kichik joyga o'xshash bo'lib, uning birinchi saviqi uning oddiy bo'lishidan iborat. Her qandaq bir paytda bir quyruqliq yulduz yer shariga nait yaqin kelib, bizning kichik yer sharimizda ig'ir vahima paydo qilishi yoki uning ustidagi odam va hayvonlarni yolqin va issiqlik bilan tunjuqtirib etishi mumkin. Yoki bo'lmasa quyoshning bir parchasi bo'linib chiqib, bizning ustimizga tushib,
yer yuzidagi barliq g'am va azoblarni oxirlashtirishi mumkin. Ba'zi kishilarning deyishicha, bir qancha astronomiyalik davrlardan burun yer yuzida ashundaq ishlar yuz berib baqqan ekan. Biz tarixdagi ashundaq mumkinchiliklarni qabul qilamiz. Tarix coğrafiyaga bağlanğan boludu. Her günü deniz suyu ma'lum joylarda quruqliqqa bösüp kirdi yoki quruqliq dengizga bösüp kirdi. Shaharlar suv ostida g'oyib boludu, tog'lar egizlaydi yoki o'riladi. Daryo suvlari ko'paydi va kelkun paydo qiladi. Yoki qurib ketadi, yoki bo'lmasa iqim yo'llarini o'zgartadi. O'ymonliqlar cho'llikka aylanadi va bo'yin tog'lar tuz yo'llarga aylanadi. Coğrafiya көзі білән қарағанда, yer yüzінің həmmisi aqmı cisımға oxşaş болып, insanlar onun üstüdə xətərlik muhit içidikigə oxşaş mağıdı. Klimat bizni hazır burunqılar etqandək qattiq kontrol qılalmaydı. Әмма o bizni çəkləydi. İnsanlarның çiverliki köpінші vaqtlarda coğrafiyanın nuqsalları üstüdən qalib keldi. Мәсәлән, insanlar çöllikкә su башлап келәләйді, әмдә сәхраи кәбірнең havasını hava тәңшігіч белән совыта алайды. Tağlarını tüzlеп итәләйді, дөңлікнең янтулыкларда пәләмпәй itizlarını бәрпа кылалайды. Üzüm өстірәләйді, deniz yüzüdəki bir yerdən yeni bir yerə bara alaydigan leylimi şəhərlərini yasayalaydı. Həmdə bir joydan yana bir yiroq joyga uchib bardigan gigant qushlarni yasayalaydı. Әмма bir тәтір құйын әсірләр вақыт сәріп қылып бәрпа қылынған шәһәрләрні bir saat ішчеділа вайран қылып тәлейді. Bir мұздақ, bir лейлімі сарай, яғни нәче мың кішілік саят парходыны парчылап, оның үстідегі мыңлыған саятчыларны деңіз суйге ғәрq қылып тәлейді. Mubadi yağmur azlab ketsə, O'rta Osiyodagi o'xshash madaniyatlashgan shahar-kentlar qum ostiga g'oyib bo'ladi. Agar yağmur bək ko'p yig'ib ketsə, O'rta Amerikadagi o'xshash madaniyatlashgan shahar-kentlar tunjuqib, jangalga aylanib ketadi. Mubadi biz yashayotgan yer sharda temperatura yana 20 gradus o'rlab ketadigan, biz mungdab qolgan yovvoyi maxluqlarga aylanib qolishimiz mumkin. Yerim issiq balvoq klimatida 1,5 milliard inson cho'milga o'xshash ko'payib yashay oladi. Әмма havo sovib ketsa, ular klimati yaxshi yerlardan kelgan tajovuzchilarga osonli yem bo'lib ketadi. İnsanlarning yerni bo'ysundirish qobiliyati garchi avlodma-avlod ishib berayotgan bo'lsa-mu, ammo ular eng oxirida yana shu yerning ichida toshqa aylangan jismga o'zgarib yotadi. Coğrafiya tarixning matrisasi yoki qilbi, tarixning oziqlantirg'ichi onasi hamda tarixning tarbiya beradigan uyi. Daryo, ko'l, qumliqdagi yeshil bo'stonliq va okeanlar o'zlarining qirg'oqlariga ko'chman insonlarni jalb qilib akiladi. Sababi suv, organizmlar va kent mahallalarining jini bo'lib, transport va savdo ishlaridimi arzon qatnash yo'llari bilan ta'minlaydi. Kolumbo va Vaskoning 1492 yili va uningdan keyingi dengiz safarlari insonlarning dengizga jang e'lon qilishining boshlanishi bo'ldi. Shuningdan keyin dunyoning madaniyatlashishi va gullanish ahvolida g'oyat zo'r o'zgarishlar bo'ldi. Aeroplanning taraqqiyoti madaniyatlashishning xaritasini qayta o'zgartirdi. Daryo va dengizlarning savdo qatnash yo'li sifatida ishlatilishi barg'ansiri azlab, odam va savdo mahsulotlarini bir yerdan yana bir yerga to'shishga ularning o'rnini havo qatnashi oladi. Keng ko'lamdagi dengiz qirg'oq zaminlariga ega Angliya va Fransiyaga o'xshash ellar o'zlarining xalqaro savdodagi foydali o'rnini yo'qotib, cho'ng quruqliqlarning o'rtasiga joylashgan Rossiya, Xitoy va Braziliyaga o'xshash ellar aeroplan orqali o'zlarining savdo qatnash yo'li sohasidagi meyipligini azaytadi. Dengiz qirg'iqiga joylashgan shaharlar savdo mahsulotlarini parxutdan poyizga yoki poyizdan parxutga to'shish orqali erishadigan boyliqlarning miqdori azaydi. Transport va urushda ishlatadigan dengiz kuchining o'rnini havo kuchi olganda biz tarixdagi bir cho'ng inqilobni ko'rgan bo'lamiz. Texnologiyaning taraqqiyotiga ergishib, jo'grafiyalik omillarning ta'sirlari ojizlaydi. Yer shaklining xarakteri va tuzilishi yezigilik, konchilik yoki savdoga fursat yaratib berishi mumkin. Ammo faqat liderlarning tafakkur qobiliyati va yangi ideyalari
hamda ularning әгәшкүчілерінің sağlam əmgəklərlə aşundaq mümkünçiliklərni reallıqqa aylandıra alaydı. Şundaqla, xuddi hazırqı İsrailiyaga o'xshash, aşundaq amillarning birikməsila minglagan to'salg'ularni yengib, bir yangi kultur yoki bir yangi madaniyatni shakllantira oladi. Madaniyatni tuproq emas, odam vujudga keltirdi. Davomi bor.